Akam. Nima qilsa? O'tiray. Nimaga? O'zim o'qimayman qara. Programma yaxshi qilyapganda, o'zing his qilmadingmi yo'q? Yo'q, yaxshi chiqyapti desam, o'zimni maqtag'ali qo'yib qoldi degina. Men doya emasman. Shu yaxshi chiqmayapti desam, lekin chiqyapgandek. Mencha shu tomoshabinlarmi hozir nechsam bo'ldi, uda qatnashyapti. Yaxshi chiqyaptamdi, chiqmayaptamdi, tomoshabinlar o'zi bir ifodalab to'xtam. Yaxshi chiqyapti-da, chiqyapti. Mesela yaxshi chiqmayotgan bo'lsa, qanday ifodalaytinglar? Yana Bani yurtga neye qo'yapti? Shu vaqtda xotirjam bo'larding. Sen nima so'raysan, beka? Endi so'rab qo'ymasang bu qilyotgan emgakang yo'q gaplarni so'rab qilgan. Nima olim? Voy, olim choyan yeni boykan qo'y. Bu gapman deyman. Ha programma uchun qolgan choyanda bilan bek qo'y. Men dedim, shu olim choyan degan taxallusni o'zgartiraman. O'zgartmagich ketmaydigan o'xshaydi. Olim qo'ng'iz deyli bo'ldi. Mustaq bir qiziqchilik yerda ketmagandikin olim parvona. Parvona deganmi bo'ladi desangchi? Nima kasb bo'lgan? Fakat o'zim ya o'ta. Sizdan o'lchab bir qaytsa. Qiziq yo'q emasmi? Ha, oshtama? Ha. Men qayanda daryoga tushibdi. Rost, o'zlik yo'q olim. Yilda berib bir oshaqlar o'ynab keladi. Chekib keldi uni bir. Qala opirdikan-ku taranchilik qalani. Ha. Alg'ama cho'rt qo'shaqmayapti. Bu mayada o'tlagan bilan ko'nglida hozir nurg'un so'mas yetyapti. Men nima lag'manda? Nimaga akeldi-ku? Ash xol degan odam shu taranchining lobinimi? Taranchining lobini. Nima qo'shaqmaydi-ku? Undalam. Ashqanning idorasi to'shdi. Farqlam shunda payz o'tirib turibdi. Xalqimning endiki yangam emas-ku, xalqimning. Halatlik telefon bu programma to'xtatdi. Ya unda deydigan huquq qilmaydi aka. Bizga 10 tiyinlik foydasi tegmasa. Really? Ha, hozirning nimasi uruytamdiq. E'lonni. Ammo men Nurali ishkimizda zodi. Shunda o'gitib olding ha? Qisam mulla qatma. Ey, ishkimiz yolg'iz qarab o'tiramiz. Shu ashta qilsam bo'ladi. Rasmini yo'g'on qilib chiqarib qo'yib akamegan. Lekin boshqa javobini chaqirib bilan oshlag'alarla bu kutyapmiz. Masalan, seni ishlamdik ya. Ayrim. Meni ishlasak bo'ladi. Yo'mayr men lekin shu turg'unkan pulni to'liq bermaydi. Odam akilmizda ishkalar tugatsak. Ha, turg'un bek hayajonlanib ketdim. Sen meni qilib kilasanmi? Hayır, hakeme. Yol payısım ki oldu. Anda gaplar qilmoqda tunuga mush vaqtida bir qarvasqandek o'g'an meni. Qada qilmas? Ya men shu yumurcho'g'an bo'lsam, bular qanday deb bersam anglaydi-ku. Endi bular zeriktirib qo'ymaydi. Cho'qim ham chaqchaqning kimda? Bu paranglashib o'tirdigan biz bilan mungdishdigan odam orqali chaqchaqni qisaq yana shu chaqchaq aka nemish qilmas. Qilaveramdik. Sinam qildig'ining shu kesh boshqa ish qo'llangan kelmasa aka. Unda qanday qilay bu turg'un ishqonlarni oldida simdi mengib, og'izlarimda o't chiqirib birib, ashtaqda pisa o'tirib, bir nima qilib birayman turg'un. Isib birayman chiroqlarga chiqib. Bak turg'unma bitta pul ketmaydigan o'zing toshni o'lib qo'ydi. Yosh umrlik to'xtam tuzib olganniki aka, vaqt sal uzunroq ishiltibas yaxshisini. Baldırlı kiti qalsan qilib qilasiz yo'q. Turg'un hozir qahvaga bir nim tilimi demang umr tilab o'tdi. Men-chu mundaq gap. Men chaqchaq qilib nurg'ulgan faoliyat so'rlar bordim. Endi men chaqchaqniki moyitini shu bizniki qarindosh millatlarning men to'ylariga bordim-chu, masalan. Kimlarning? Qozoq yo'ldoshlariniki. Qozoqcha chaqchaq qila olamsa? Yo'q, endi shu Uyg'ur tili biz bilan Uyg'urlar bilan birga o'ynab cho'ng'igan ashtaq bolalarniki to'ylari qatnashdi. Va yomon qiz edi deyman. Shu qatnashga gapni tushundiranamsa? Voy chaqchaqlarni. Ba'zan gaplarning ma'nosini tushunamiz. Ya, endi ay so'rin o'zi shu seningdek gap to'shiydigan erlardan bir ikkisi bor. Shular orqali biz tushundiramiz.
Men bugun bu sorunni texnik qizitish uchun Ha. hamda shu bizniki chaqchaqni tushungandan keyin biz bilan tang mengayotgan ham nima bo'lsa bo'lsin bizning davlatimiz 56 millat Din tarkib topgan topgan. ajoyib bir qudratli bir davlat shundaq bu. Davlatimiz, ha. Xo'shallikni har millat qilishimiz kerak-ku. To'g'ri. Shunga bugun shu xaskin ag'inam chaqirib qo'yganman. Va- Motot kiyyotamdi u. Voy, Qasqinka. Ata olam, yaxshidan yaxshi. Yana ko'rishib qolsa biz. O'tgan xo'shlashgan biz. O'zing qandaroq turibsan? Yaxshi, haber sizlarni saqlab turgan edi. Ha. Gap anlatib Xumkan sizlar bo'lsin. Akşam tugaydi men boshliqam, men boshliqam. Xaskinni chaqandi deb o'yliklarini chaqirib oldikmi ne? Turib Xumkan kafelerini ishib baqdim. O'zdirab baqdim. soat qanchada kelgan aka? Voy, men bir 2 soatdek bo'ldi. 2 soatdek bo'ldi. Ikimiz shu programmani xiyol qilganda totmush shaklda yaxshi gapsan, shunda qo'shildik. Sen hamdalik bizniki masalan ma'voylik g'uljulik, otishlik, hamdalik qo'pol otilib qoldik hamda. Masalan Hataydan kelgandan keyin Qashqardan keldi, Qashqarlik qozoqdan. Qasqinkaning ashta nomi bor, juma. Qashqarda qozoq dedi. Ayrim bir hikoya o. Gipsisi. Qo'y Uyg'urchini senda yaxshi so'zlaydi juma aka. Normal. Birdan matrafga o'takitay. Men yo'g'onlarning bilsam. Men o'sha bidiram o'zimni birinchi qatam shuna bir kashf o'tkazmoqchi degan shunda qo'shib oldim. Men o'zim charchoqni yaxshi ko'raman. Bu chiqanda desam, charchoqni har bir odam ba'zi vaqtda biz mijozimiz o'xshamaydi. Ba'zi vaqt charchaymiz, achchig'imiz keldi, hali xiyoliy bo'lib ketamiz-ku. Shu vaqtda sizlarning charchoqni anglab, ishimizdagi iliqqa zarni chiqarib olamiz, kulib. Yuzimizni yoshgagicha ashunga anda Yaponiyada manda bir dodurqani vakachi maxsus og'riqni davolaydigan. Bizda nurg'on yerda dori bilan davolaydigan masalan. Yaponiyada chaqchaq bilan kuldirib davolaydi ekan. Masalan, odam qanchalik jiq kulsa, ashunchalik uzoq umr suradi ekan. Shu otasi qo'yib dog'dirqani bor ekan, mishqasi berib davolanib keladi, berib o'tiradi ekan. Arg'il chaqchaq kuldirganda kul achada davolanib qaytadi. Yapon nima aka? Yaponda ashta ekan. Mani anglayib javdatgan Yaponga berib sestra bo'lib oldi endi. Ben javman mening bo'limimda og'irga kirajak qilmay. Aslında o'xshash sizlarning yumorni shunda yaxshi ko'rmasdim. Bizami shunda ba'zi vaqtda damlab charchag'imiz besib qoldi. Sizlar yumorlarim yaxshi, uni sistem o'sha Shinjongda bo'lsin. Tokushi men nurg'onlikni angladimcha, qani shu manglayim har bir bizning Shinjongni asresi g'uljidan charchaqlar. Rasında menda g'uljini-chi vayintqib qo'y. Shunda tezda bular bir tez uniki bularning hali gaplarining hammasini bular yig'ib yanchiq sevilamdi ekan. Bir yerlardan chiqdi, sizlarning chaqchaqni ko'rmayman-chi. Shunda eslashiniga o'zim sen degandan keyin shuna bir kesh o'tkazmoqchiman deganiga shunda qo'shildim. Ashunga bo'lgan kep bo'lmaganda sizlarning chaqchaqni anglab, sizlarning mush sahnanga bir ikki naqshamni aytib, sening mush kechilarni qutuqlab ashuna. Rahmat. Baxa shu. Ya aka, javdatgan deblam kelganman. Men yo'qman. Nuraliyman shu o'zimiz yaxshi inimiz. Bu men Kense. Gapkim shunda yaxshi nimasmi yaxshi o'zining cho'lpan kelgan programmasida qatnashgan. Shunda yaxshi bo'ldi. Shu ismi shunda yaxshi ekan. Uni bizda nurg'unlagan odamlar menga asli Lyoyan qildi, biz ham xat yozdi. Sen bizning 6 oyda bizning Uyg'ur saboqlashlar-chi. Ashul dedi, "Voy, sen Uyg'urchani rasm bizni yaxshi deyotgansan-ku" deb. Deyotgansan-ku dedi. Normal, anchamiz tashlar chiqdi deb qo'ydim ularga. Ya Qasqinkam rasbaq qiz deb aytgan deyman. Men eng dastlabda Qasqinkamni faqat naqsh etdi deblam, shu shilisi bor deblam men yovchin qanday hisobda, lekin naq maydon chiqqandan keyin men o'ylab baqmagan bir gaplar bilan vahshiy chifin ko'tarib aytgan. Shuningdan keyin sen daydon qilgandan keyin men aytib turmachu. Bu ba'zi vaqt gap degan menda jo'charim bo'lgandan keyin dayl qo'tirsa. Bo'lmasa biz ham kunda menda o'ltamagandan keyin ba'zi vaqt o'ylarimiz, gaplarimiz chachira qoldi-chu. Ashunga boshqa masalan naqshimiz shundaq bo'ldi. Masalan boshqa bir muzika chalayotgan biz mashinaga mana manda qil deb turamiz ashunga o'xshash. Senmi o'yliqqa gapni yig'ib shunda o'rnashtirib bersa shu kuni shunda bir yaxshi kun bo'ldi. Bugun men ashta bo'lamiki deb o'ylayman. Buningda men ham chiqamiki deyman. Aka, mayadrak o'tasan ashta bo'ladi.
Atrap ketiyorsan karım olmuş. Şimdi seltirip aşağı bu köçüdü bular. Aldırmaydıysa. Bular bir yerim okuma utamaydı. Sen ne kısa seltirip şimdi sen oldu. Sen bir gün kıykas içinsen kasken başta bir kurt seyip koyuna Nuray'da. Ağzı Hakan salla düşmeye botasın. Ne çıkın buldum ama mikrofonu eğimi bular. Gey yetişmeyen balık emin siyasetçilikte. Ya işte siz bulamda aka. Bu mantığı Gelen sen mi april çolpan geldi de oynaysan ko. Bunun kaskın başka şey mantığı. Ya ben değmem şu kaskın kamdan bir sorğum var. Çok kaskın kamdan ben belki Sormaydıgan sen. Ha? Pul sormaydıgan Pul sormaydı. Özağının koyunun terisini üzenge beğenmişsin. Ya kaskın kam değmem. Ben bilen tunuşqılım o hem de ne bir şekil bu kaldı aka. Onun altında telefon battı. Әлеге көрішке вақытымыз шүншілік болды ғой, есепті. Бәлкім Cavdetkan bilen mi? Tunç görüşünler emez ko değil mi? Mana bugün görüş. Açtı mı? Bugün görüşüm. Onun da Naq baydan oturapmын. Naqmi bugün görüşümüz. Ben Xaskenge ötkende men ündidar qattımdı, paranlaştım. Vay boludu men barıma da başta dedi. Şu keyin qarsam yana bir ündidar qıçmay nem qılına da başlasam, a ündidar qışlıq ma yazlıq da başladı. Ya boldu da şunu dedim ben qarsam Xasken şu vaqtda oldun çembrek tut. Men hazır işenmeyaptım. Qarsam bir sumbulchaş bir skirvatdı. Yok Xaskendan vaqti chiqmay uyda Lekin kaskın kamdan ama çeçi bomuz tonuğul olmaydı hocam. To'g'ri. Xasken yani azroq o'stirib dedi, ishdan chiqib uydima deydi. Ya kaskın kam muşunda atrapta ottasan açtı aka. Ve Xasken amroq bu. Tamam. Baqchaq anglayman. Bizde qaysımızga bekerek amrak aka. Şunu bek. Har bir adamның өзінің бір алайлықсы бар. Ha. Ана мен ашқанық migrant өзінің әр адамның өзінің бір немесі бар. Әмді сіләнстанның отағыз қойып, сән яқшы, сән яман деген болмаған. Gelsek buluttu aka. Adam yoqda dey әмді adam yoqda. Ne deyse qilmasmaydı. Mani xizmat turib turaylik, mayaq chiqib bir maqtab ekra. Alın qanaqaroq bo'lyapti da tövanda o'tirib ko'rsa. Ya olim batı rasmiyada. Lavasına. Bunun peruk qarawatgan ekan. Hey, mushu Xaskenniki naqshlarini men anglayman-ku o'zim. Sen o'tgan degandek. Qaysi naqshlarni anlaysan aka? Ha? Qaysi naqshlar? Masalan, bir davlat tilida aytilgan bir naqsh bor, yomon sho'q hamda uqmayman-ku degina. İsmini mi? Voy, ismini meni Xasken. Ben kaskın kamdaki naqshlarga amraq demoqchimi Amraq. yoki izchil anglayman demoqchimi? Anglab kelma, sho'ngcha sen o'tganda Anglab cho'ng'olganmi? anglab cho'ng'olgan. Ha. Biz kichik vaqtlarda anglatdik. O vaqtda men kichikdim. Bu ishimiz poyezdda bir uchirish kelaman. Ya lekin aka g'uljining jiqadamdir qozoqchani polni tushundiq o. Asosiyatdan sen tushunamsan aka. Men ancha-muncha tushunaman. Ancha muncha deysan, to'liq tushunarsan, sen yerlik Va programmaning ismi Chaqchaq va tilda o'zgardi. Ya kaskın kamı? Öyle çün delik kayu san dep baksam da Kazakça paranç baksanlar dep oyladım hemen. Жоқ, қазақша әмді мен аңлаған болышым, жықырақ аңлаған болышылары мүмкін бе? Я түшініш қой, түшіні де, мен қазақша білен ұйғырчы жо, бәкмі жыраққа емес. Еліққа бір өзінің бір мошысы бар жо. Мәселенге, biz bir gapning beshini masalan uyg'urcha yin ishlatadi, masalan yaxshi mo deydi. Қазақша жақсымады, жақсымады, ashuna o'xshash. Chiqib yeni jey o'zgartirsanlar Kazakça oldu. Açta bir cümle tuz baqa. Sen bir cümle tuz bak. Ya sen zikir. Ben çoğun olsam. Men düz bir aytib sizlar. Ha. Jidal bo'lib ketmasin bu gaplardan. Ji bilan yini shunda bir ajoyib ish. Men burun bizimiz 6 oyda cho'ng bo'lgandan keyin uyg'ur bilan hamma Қазақша so'zlaydi. Ancha-muncha bizning bir qo'shnimiz bor edi Qashqarlik. Shunda yaqin o'tdik, tam qo'shni. Aslida bizda cho'nglardan bizda bildim. Birinchi qatim Beijingga maktab o'qishga borgan vaqtimda cho'chakda bizning bir saboqlashibdi, Jumatay deb. Bu liqla qozoqlar bu. Bir yig'iz uyg'ur chiqmaydi. Maktab bordik, atga tamoq chiqdik emasmi? Tamoq chiqib shu bilan turib ketib, Saudda bir oshpaz bo'tdi maktabdan. Shu bilan turib paydida biz aqara, maqara biz ikkimiz bir yataqda mendan so'radi. Jumurtqa ne deydi dedi. Jumurtqa degan mana yeydigan tuxum-ku. Uyg'urcha jumurtqa ne deydi deganda bunda turib bugeni bir chalachı deb. Men dedim, esingda bo'lsin, shu uyg'urcha gap bilan qozog'chadagi jin bilan yini almashtirsanglar bo'ldi dedi. Onda nima dedi? Turib ketib yumurtqa dedi dedim.
Savo yumurtqadan 4 deyapti. Qarab ketdim. Eliqqa savut deganini rostmi? Jumatay, nima o yumurtqa degan? Chaqchaq deb. Kim bilan quymoqni Uyg'urcha quymoq dedi, qozoqcha chelpek deydi-da buni. Chelpek. Degan shu bilan qo'pib chelpek bu quymoq yegisi va qarasa quymoq bu nima deydi? Yana man qarata. Mana nima deydi buni? Nima deydi? Men o'ylab, nima deydi? Bu tishi bilan ji yo'q-da uni shu degan. Cholpek deb qo'yadi. Ashuna o'xshash bu qozoqcha Uyg'urchaning ichida menda bir nima bor. Azroq bir. Hamda men bu g'alimlar, masalan, Uyg'urlarning g'alba, qozoqlar g'albining amisida, masalan, ma tilning ichida ma gap yo'q bo'lsa, Uyg'urlar qozoqlardan so'raydi, sizlarda nima deydi deb. Biz menda deymiz deydi, unda buni oladi. Qozoqlarda bir tansi yo'q bo'lsa, Uyg'urlardan so'raydi. Bir nima bo'lgandan keyin, yaqin bo'lgandan keyin so'rablar nima deydi deganiga birisi qabul qildi. Hozir nima ish qilib birimizga biz o'xshash asta-asta o'xshab o'tadi. Amaliyotda mushuk birimizning gapimiz birimiz shiltidi. Masalan, Uyg'urcha bo'lsin, qozoqcha, qirg'izcha bo'lsin, o'zbekcha bo'lsin, nurg'ilgan nimalar o'xshaydi. Biroq shu hamda buni uqqan odamga bilib olsa, hamda qat'iy anglab boqmagan odamga uqmaydi, tushunmaydi uni. Men jinoq oldiga nima ishitdimdi deganda o'xshash. Bu demak, asos jihatdan hamda Ji harfini shu J'ga almashtirsa asos jihatdan jumla lekin to'liq emas. Hamsa emas, ba'zi asos jihatdan ashta almashtirasiz bo'ldi. Ma Javdatkamning bizning Uyg'ur ismi Yavdat asli. Qozoq deymiz. Yavdan Yoqubjon dedi. Farruq Nurali qozoqchani xilib o'rganayotdi, bu da qilib bir yilda turibdi bu. Yaqinlar Yavdatga. Nurg'on qadaqroq qilyapti-ku. Ular uxlab qolmasa, ular xudo kelgan poyezdning odamlardek o'tiradi. Bu choqchoqni ko'rib Turg'unkamga mikrofonni berib gaqsang bo'ladi deb ovoz chiqmayapti Turg'unkamniki. Turg'unqama? Chiqmayapti, ha. O ovoz qat'iy chiqmadi, o'sha ovoz chiqmadi. Turg'unda Anlamadingmi? Anladim. Ma bara choqchoqni bo'lib ketib boram nima bu? Mana xato bizdan berib qo'yding ha. Gaskaga bo'lib qo'yma, mana xato bergan. Tunji qaytdi mana bekalıq birini berchi. Ya bu çok qasqanka. Bizden Turg'unkam hamda hesabda mushu Huzur chaqchaq sahnasi deb mushu Huzur markasiniki qurg'utisi hesabda. Bizden qo'llagan cho'ng korxonalarning birisi hesabda. Burun Qizilbug'a degan ma ichimliklarni balkim algan bir Qizilbug'a faoliyatda nima qilgan? Burun bir ilaqa Guanggaolar batdi-ku, Qizilbug'a, Dansoga deydigan. Shu vaqtlarda ba ichimliklarda hozirgacha davr suratida degan. Yomon maqtayapsan, men yo'q vaqtda xil pul yeyapsan. Hatta başta bir tal naqshni olaylimiki deb o'yladim ha. Yo'q, chaqchaq qilmiz, nimda qilsan? Gepim kelmasa, naqshdan chiqsang bo'lmaydi deysan. Bo'ldi, mashad o'tag'izib saltirib chiqib ketmas. Aldiravotdi, sen men o'tiribsan, chiqib qasqinni aytib cho'p sepirash. Ben qasqin tilfoqqa men mashina to'xtatqin olmaydi kelsam, oti bilan borayman deydi. Bo'ldi deb bundan keldi. Seltirib mikrofonga jip bog'lab birimiz qam chiqib başını minib ketdi. Qasqin nerede aldın bak güneyni renteginning qaqizda qildi. Ya atdan tushib ketib ishdan chiqilib ketgan. Biz sevib tutgan bo'ldim da, yarashqanda. Asli boshqa ko'ynak kiygan edim. Sanqimamda men artist bo'lgandan keyin alg'ulab kelaydi. Fursat verdim degine hatta. Ammalar bir rang bo'lib ketmayli deb, boshqa bir rang bilan keladi ashna kelgan. Ba bil qapda ishkimizning kiyimni haqligini. Birasniki. Ashta qilaylik, xaskenda bir naqshdan shart, bir payzi. Hamda tugi dediğine çaq chiqqan. Voy, Gep tugisidan boshlab turib oldi ha. To'qon kelgan bo'lsa deb o'tiribdi mataxi. xeli xuddi to'loq qarayotsan-ku. To'loq qarayman shu men. Yaxshi, unda bo'lsa qanday bir naqsh qilsak bo'larki? Men bu, aba sen erkin mang'aliq men kelgan vaqtimda sen bu demabsan, bir ishga naqsh deb. Sen o'tirib nishaka paranglashib, ishtab. Ha, shu ya kepa degan. Deganda sen bu naqsh deb naqshimni demedim bo'lmagan bo'lsa, o'zimiz savoblarimni kiyib keldim, Gap yo'q. Onu meyda gitarmı yok ki, tutarmı yok ki.
Birini anlaylı Haskindi. Birini Unda anlayın. olsa әлгі сәл бошырақ нақшадан бірін айтып берейін. Ha, Отырып. Бөртірсақың болды, бірақ сонда болсын. Evet, Kaskinka sen örtümsen bak. Sen Онда болса қанда бір мүше бүгін келген мемалан сұрайлы қанда бір нақша аңлығыңла ба? Мен бір нақшадап келген. Бұл нақшаны қанда десең, мен өздім яқшы көрдіға бұл нақшының темесім шыны яқшы. Әмді жаудат өзің Шинжанда әміз білуді, өзі чақ-чақчы, юморчы, нұрғылыған әдемлігі, көңіліге келдіғанда деді. Бұны жүрікіміз шында қадамке, ад десең атыраптен, ғолжы көріндіке а дегенді ше, шында ақ көңілге. Ашыныңға бұл мұшында бір сақына орналастырған. Бұл му? Бұл өмірдегі, өнердегі ұзақ yolda bu. Doğru. Şunda mı? Мұшы yolun uzak болсын başta тілеймін. Рахмет. Арқашанда мұшыда сақына чоңый бәсін, бүген мұшыда болған әті, яны бұныңды мұ чоңырақ болсын. Мұшы сақынадегі yolun uzak болсын деп, шында бір чырайлық бір нақшы болды, жолдар деген ше. Бұл нақшыны шу, біздің бір яқшы адасылған ағылымыз ба, ашына yazған. Жолды жұбаны жексен ұлының нақшысы, жолдар деген мұш нақшыны. Түзу жолдарды, асолар мен жоңдарды, суретшіден сондағы дала. Жол жүргенде жайдары, соло самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, соло самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Оларсың жолдар мен заула, жүрегімде отты сезімім барды, жеткізбейтін қиял алды бәрі алды. Одан шақырады алға, таусылмайтын шексіз жолдарым бар ма? Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жол. Түзу көшені жүріп келем кешеген, қиял ұйым кешеді самғап. Жүрекемде таң көрсін, көне жолдар жаңғырсын, өздің басын қалдырсын жылдар. Көне жолдар жаңғырсын, көне жолдар жаңғырсын, өздің басын қалдырсын жылдар. Арыстың жолдар мен заулы, жүрегімде отты сезімің барды, жеткізбейтін қиял алды бәрі алды. Отаны шақырады алға, таусылмайтын шексіз жолдарың бар ма? Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Ана сора! Жолдар мен заула, жүрегімде отты сезімің барды, жеткізбейді қиял алды бәрі алды. Отаны шақырады алға, таусылмайтын шексіз жолдарың бар ма? Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Рахмет. Mal, nakşa, neden abek gep yaman masa isteydim ha? Yakın yollar uzun bolsun dep şu. Lekin turğunkan bolsun da onunla. Сізге бір шында бір рахмет айтқым келіп қалды. Әмді чақ-чақтың ішінде нұрғылыға еді чақ-чақтың әмісі ерімі яға ерімі жың болды жо. Әмді жыңның ішіндеке сізге деген рахметім немді әдісең, мұшыншылық бір сақынелік өнер бұл. Біздің мәдениетіміздің сақынымызды шында қоллап, яншықыңыздан қысып тұрып, пұлыны чықырып, бөгенге жаудатқа, зан жоқ қылып, саған чықырып әген, пұл чықырып әгеніңе, зан жоқ қығыныңа, сенің өнеріні сүйгені, сенің
madaniyatni yaxshi ko'rgan. Ashtan sizga bir rahmat. Endi Turg'un kam. O ishlardan chattig'im yo'q, men pul topmaydim. Ma sodan mangmay qas yozi javdatni kendi yurmadi. Bizde çektirgizip de çıkıştı bulacak kadar. At bo'lgandan bu hisobot yaxshi bildi bu. Endi desa, mushuning o'zi bozor. Shu. Sangat zanjuqaning o'zi sen orqali sen niye chiqib pimpay? Sen orqali o'zining bozorini chiqaryapti, senimi to'yjan qilyapti, saqini chiqardi, o'zining pulini topdi, sen saqini chiqmishda bir ishni qig'iniga qo'sh bo'lsa, shundaymi? Buni da sen pul topay demaysan, shunda bir qig'iniga qo'sh bo'lsa. Boyab shuni sen orqali mush Ton qiniga. pul topqiniga bo'lsin, o'zining championlik tunishtirganga xu bu. Biringa biring ashtaq. Ya rahmat adaşçıma. Ya shu eng muhimi, ma Turg'un kam seni yaxshi ko'rganligi uchun, yaqinim deb bilganligi uchun, sho'nash qo'llaydi hamda xolaymi qallam qo'llig'ilib bu teqi bo'lmaydi hozirgi vaqtlarda. Bir xitim shu rahmat demay turamaymiz-da aka. Men Qasqin kammi mana ayliqqa oq ko'ngilligidan ichida nim bo'lsa shuni o'ylab deyalaydi-ku. Men bu nurg'un odamlar bilan ham deyliqqa sayfon qilib paranglashib qilib baqdim. Ayliqqa ishimizni bilib qolamiz-ku aka. Teshimiz chiqamaymiz. Madam mundaroqga juma, men munda desam munda davatudi, men mundaroqga o'ylaydi-ku deb turib, boshqalarni tushunib bo'ldi ekanmiz-ku. Endi men Qasqin kamni ayliqqa sayfon qilish jarayonida his qilganim rostchilikka. Ichi nima o'ylashini davitiblam o'z rahat o'qildi ekanda. Ichida gap saqlab, ya jo'mbiylik qilib, yasalmalik qilib, unda ishlarni tez yaxshi ko'rib ketmaydi ekan Qasqin kam. Shunga men programmadimi shu Qasqin kam chiqdi degan gapni anglab, men xo'shib ketganim shu aka. Rahmat. Mayash gap naqshini yetib, muzika yezib, chinliq bo'lgan yaxshi-chi? Endi chaqchaq umrda turmushda, men turmushni chaqchaqni yaxshi ko'rdim. O'z vaqtimda men xili chaqchaq chiqdimi? Biz o'zimizning bolalarni so'radi-chi. Ancha yumrimizda yatlab olgan yumurlarimiz va Aba dedim-ku, Yaponiyada shuni Dora mavi. Ag'ri qasanglar-chi, kap Javdatning mana sening nimang bormi? Nimang bormi? Doktor hanıma? Yo'q, doktor emas. Video masalanga sen do'yin qabul bo'lammi, shopping qabul bo'lammi? Ana shu ichib men sana reklama yasayapman edi-chi. Men shu aka biz asli shu ismni qo'ydigan vaqtda yomon o'ylashgan biz nurg'un ismlarni qo'yib beqib oxiri bir ismni muqimlashtirib, ashtonda voz kechib ekanmiz. Chaqchaq va ambulatoriya deb-ku. Aş ismini. Aşta qo'yaydi deb o'ylashim. Men de so'rasanglar bo'lmammi? Deb bermam. Ya men ham ambulatoriya desek men Nurali Bekash janglar bilan o'ynashyapmiz deb. Lekin ashni biz chaqchaq deb ekanmiz. Hozir o'ylasak ashim bo'lib qaytgan to'g'rimi? To'g'ri chiqib. Bu yaxshi bu shu. Bu rozi, menikimi chaqchaq emas, rost Japoniyada ashtaq. Ashta nima qildi? Kuldiribchi, chaqchaq qilib buni nurg'ulagan nima davolaydi. Hech bo'lmasa ham ismini chaqchaq va davo deb qo'ysa qoptiki. Mana desa, chaqchaq davosi debchi. Chaqchaq davosi. Chaqchaq va ishga yozadi. Qasqin haqiqatan to'g'ri bunda ifodalar diqqat qilishma turgan bundaki bak qadrlar Nurali ishkimizni. Bunda degan telefon qilib qopdinglarmi deb. Menga 6 ursang bo'ldi. Ya mana. Quyosh kelib qo'ng'i tapmagich qopmaydi ekan. Mana demak Qasqin kam kechdi qopdi. Tamam kechi tushirdi. O Qasqin kamning xizmat shu bo'lganki, shunday aka. Kechda jiqroq muzika qilgan vaqtda kechda jiqroq o'tirib qolamiz. Ras Qasqin ka olim chayanni tunisag'i demak. Ay chayan, men o'zim boksor. Ayolimizni Sport yaxshi ko'raman. Bu kichik vaqtimda yaxshi ko'raman. Men ang boshlabchi asli men futbolchi bo'ldim degan. Xili yomon tepitdi o vaqtimcha. Haqni putuqmi tepitdi, bir oxirida qarasam mening muzikadan nima uni sportga yig'irka. Hozir muzika ketdim. Sportni yaxshi ko'raman shunga olimlarning bu sportchilar bu ustozi biz bilan men bizning xo'shingdi, men yaxshi shundayman. Aslida men sportdan jiq ko'raman. Futbolchi bo'laman. Boksor, palvon, bizdan yaxshi ko'rma. Men pat-pat ko'rib turman. Hozir Shinjonda chiqayotgan bolalarning hammasini asosan bilmayman. Olim chayammo bizga yaxshi to'kpilarni qo'shayotgan yaxshi. Nimasi ko'rgan? Birodarlarimiz. Haqingiz nimasi ko'rgan? Yaxshi. Boksdan o'ynayotdi. Bizda faqirildigan yerlarimizda. Hamda olim chayani maxsus mishat o'tda qizib qo'yishdik sabab aka. Qasqin kammo xili kuchtingir. Hozir xili bir nimasi bor badan, u bu jihatlarda masala yo'q.
Şuna ikisini bir meydan bir musabaqa sapaqaylı, muş bir sette dep. Nurgun oyuncu yok. Başka bir uyba. Ras aştaka. Vay yevri ekan go bu. Askanın Tushirib qo'yapman. kaçsın yüge deyip. Ya sizlarning kilo saninglar o'xshamaydi. Bu yo'llar sabuda chiqib qoldi deyman. Bu vaqtda sen Biz- neçe kere kelsen? Qachon? Sen hazır. Hozirmi? Ha? Munchuq tushgandikin. Men hozir 90 kilo chiqamchi. Sencho? Ha, 65. onda olsa qiyinroq kiyinib kirar. Ya bu men uraymi o'ylanib vaqt ne vaqt urib yotqizib dedim men. Men manda uraymi deb vaqt bu varaqla tushirib. Bularni paying qilib bekfay. Ya olim choyanda ashta tayoq yapaqam aka. Ya tayoq qo'y yapaqmagan birat bilasan-da. Onda Voy. Sirami qiziqkansan. Qarmamsa chirayqimanda. chiroyli qilsin. Masalan sportchi bilan bizning faying buchu ling der qancha dedi adatga odamdan bular tez bo'ldi. Ya aka. Biz o'ylashib boqqancha bular ne vaqt burib seni yotqizib xulut deb ashada o'zi o'tirib choy ichida qololma bular. Ya aka. Sen odatga dem emas aka. Rəli, bunda yatqız qoyub qandaqaraq. Biz hem de alimni əklişdik sebep sana çaqçaq salmayımız. Hem ma programda cidel olup qalsa dep əklişdik. Ha, şu- Bəzdə çaqçaq götürəməy, muşatıdı qalla olup qalsa, alim şunun məsul oladı. Ha. Her bir sanda bir yaşı qəhvəgi turub provadı. Anadaki resmi bir cidella yapıp qalsa, biz şu aparatlar tayyorlam emasmi aka? Mishadlam salimiz. Buna bizden reper Adila tayyorlamayadi. Taxtaqda ko'taramiz. Modelni əklib təyaqıldıqını. Emnes puxta aka bizde tayyorliqlar. Qasqinqa tushgandan keyin endi mavo yovdatkam ne bekili Sen endi yolda. Hiç turamay aka. Udullan bu şu Turg'un bilan yo'liqsam bo'ldi. Hisobatdan tushirib. Şuna neçə gün oldu, aman hemen özünün aytırtın sürə jürüdü bu. Jidal chiqqas deb ha. Gel çıqqasa dep, keyindeki ballar maş 3 gün vaqt qalgan ballar. Ha, sizlar tanıyorum ballarımı bilsa? Ben deyinə. Ha, bir Ay- birlam töndü. Ha, aç tüet. Bu şu bütün bir karxanda şu altısını işler. Çoğun zavuttu bula, vüdüsüple meni. Oturduk kızның tamağını müştü öte etti. Mav xemir şukurdu. Acet gülüşüydü gına. Ma kendik. Bu programı yaxşı çıkırsa bana xemirini şukurma. Öyle tutkamayım o. Biz ekilip taktiği silavatı da. Konda kılmış gitti gay bunun. Onda kıl mında kıl da vatı da. Aş yindi oturuylap aka netsam bu qaldı. Azraqlı qızımızsa Jawdatkam chimdaydi. Hazır bunun yürkek aylık değişir. Birinchi kunda, ikkinchi kunda. Bugün şundaqlı yötküyü sen çık kaldın. Onda seni qilib propaqtida hozirgacha, 7-8gacha. Ya endi aka og'ich pul verganki unchalik qildi-da, shundami? Rahmet nikah kepekinin gel. Meşhedi bir kisvilinglar, duratırlar. Kisvilep keyin kunlikda material ko'rsatdi qanqa. Adilamiz shunda yaxshi kepti. Adila bizniki yaxshi riyosetchimiz. Hem şu Adilaning bir ikki og'iz so'ziga bir taklif etkim kelyapti-da. Ha, tavakkal qildim, ha. Bizning yaxshi riyosetchimiz. Ha. Ha, Tunislar. Voy, bak tuniymi? Voy, boshqacha tunishamsizlar. Biz Akif singilda Ha. nurg'ulagan nimada o'yanlarda birga chuchur qildi hamkorlashimiz. Chiqinglar aksanlar deysiz. Ha. Siz askin emassiz. Haliqi Washingtonda bir programma qildik shu vaqtda Adila. Ha, to'g'ri. Mening xotin. chuchur qilgan. Ha. O'yanlar birga o'yan qo'yimiz, o'yan qo'ygan vaqtimizda birga. Ha. Tünügün Cevdet teklif kılgandı keleme şuna ko'nglim yerim bo'lgan. Bugün Bugun men taklif qilsam keldim. bugün Haskın ustazning sanoga ulgurib kelganimda shuna xush bo'ldim. Haskın muallim bilan biz mehrlik ustozimiz Mahmud Sulayman ustoz bilan shunday yaxshi bir girl show programmamizda hamkorlashgan. Haskın akam Qozoq millatidan, men o'zbek. Ishimiz o'tirib elib Uyg'urlarning g'aybini qilib o'tirdik bugun. Men tojikdim deb aytay. Olim Mongoldu.
Faruk Tatar. Keyni. Xalma, xal Manju. Hacet Zanzuna. Eşq 56 millet yığılıpdı. To'liqlar mana bizning programmamizga. Haskin ustoz menga bek kasbiy jihatdan bek jiq ta'lim berganda, endi men riyosatchi, Haskin kam naqshchi, ammo har bir qitim sahnaga chiqqan vaqtimda yoki tushgandan keyin paranglashib shu bir artistning sahnadagi obrazi, sahnadan tushgandagi obrazi. Bu ham Nuralimi dedi, Haskin kam bek kasbiy o'ziga bek deydi onun ekanchu. Menga bek deydi. Sen yaxshi riyosatchi bo'l. Qo'shiqda jiqqa inovatni chilekda to'kmaymiz. Shu gapi bek esimda qoldi ekan. Inovatimga bek Tamsillar bek ustoz. Ha, shundoq yaxshi maqol tamsillar bor, bir deb gap qilsanglar. Qozoqchani unchalik tushunmaydi. O'yli qo'shiqda degan gap shu vaqtda so'zni quvvatqa Inovatga bek diqqat qilish kerak artist degan. Har qanday yerda inovatni saqla. Sahnaga chiqqandami hargiz suyben kiyib chiqishga bo'lmaydi. Cho'qim yasinib kelish kerak. Va ko'ylaklarni ko'rmamsa atayim o'sha programda. Sazcanın loberlerdek. Bro 6 ayda kum satat. Daqarsan bir qilit sencha oydaydi qilgan. Zalim götürüp açıp gitti. Shu gapdan keyin men davomli chechimni Haskin akamda qilib olgan bo'ldim. Bana satırış приятный mı? Maçaçlarga Farukning kuchi yetmaydi. Faruk'da başlıyoruz. Isil ustoz, bugun shunaq bir yaxshi so'rovni kelibdi. Javdatmi o'zimning burunqi kasbdishim, sahnada birga riyosatchilik qilardik bir vaqtlarda. Kichik vaqt. Kichik vaqtlarda. Sizlar birga o'ynab ko'rganmi? Ha, bir malda cho'ng bo'lgan-a? Bir maldimi? Ha. Sizin Jag'istaylikmi? Ha, Jag'istay emas, sarasi. Jelizlik Jelizlik ha. kentning may qildilar. Ularning melsi velosiped bilan boradi. Vaqtni cho'nglab qo'llari ulachib turadi. Shuningdek kashqurullig'i bir mindirib u aka qo'yadi. Hozir oshu eval deb qizni. Velosiped yo'qli qurib qoldim. Biz oydagilarning yaxshi ag'inisi, yaxshi o'timiz. Javdat nomi Urumchiga kelib, mushtaq bir sahnalarda o'zining talantini namoyon qilganini bek xush bo'ldim. G'uljida chaqchaqchilar bek ko'p, ammo Javdatning men mush tirishchanligiga bek qoyil. Izchil necha yildan buyon hamda shu bir turda to'xtamay izlanib, o'zini to'ldirib, o'zininki ishki qurilishiga bek ahamiyat berib kelyapti. Yaxshi qurilish qilyapti ishchida. Shu kunda malay to'shyapti. Ma qishda to'xtab ketdi bu. Semin tonglab oldi. Adila kuli. Men bugun kulishga nasib qilib turay. Bugun shunaq yaxshi bir bo'ldim. Nurali bilan birlashganlarni bek yaxshi ko'rdim. Nuralining inkosi bek tezchi, men bek yaxshi ko'rman. Oy rahmat. Bu ukamni deydisam, Adila. Shu biz ismlam atishyapmiz hozir ha. Adila, nana. Bek yaxshi program bo'ldi. Isromatim yaxshi bo'lg'ay. Rahmat. Bunda xo'sh bo'ldik, ha. Jiddiylashdi. Jiddiyleşib mening oldimda uduq qoldi. Unda emas, men udul qarab param. Ya qasqin kim? Qo'rqitdim ya. Ha, qo'rqdi. Qo'rqmaydi biz singlimiz. Ya, turg'un tam ko'zni qisiyverib. Turg'un Adila qarab, Haskin qisib oldi. Turg'unma programmada zenjo qildim deb emas, qizlar qarayma deb. Endi degan yaxshi edi program qiz ko'p loballarni o'qishdim. Qo'shat, o'rimlan qilyapti bu bizga. Ko'ngil lobanka bu. Ha? Ko'ngil lobanka. Oq ko'ngil beras. Ya o'ziga bir tal kiyim ilishqa ko'z qiymaydi. 1000 pulni hammani Javdatgan beradi deyman. Hozir bizning O'z kichiklarga uydagi eng qimmat bir tal chopini. mana o'rib yetib ketdim. Yani basarım qamdı.
Mayli, pulamiz saqamida turg'anga davilib xotirjam qaytayli. Ya Turg'un kamma amdiliqqa tushdik tomoq deydigan masalalar emasmi? Cho'rtlar aralashmadi. O ishlarga. Bizga deydi o'tiq tomoq yemdi. Buna ayali oshlarla o'yiningda bir chiqirib. Bu kunda biz bilan qo'shal bu. Oxshab tutmoqda kechlar yotaman. Tüyütü bunu izlep çıkıp gidip etken yaptı. Doğrusak Turg'un pulumuz var dedik. Keyindekiler şirket adamlarımız gan qarzigilar. Qachon to'lab o'tgan 5 qo'ydan tushib bunga. Feyz o'tirib turibdi. Lekin Turg'un kam razı ketdi juma. Razım. Aka, razı ketdingiz. Jami qancha san sizlarniki? 4dan. 4 sanmi? Davr. 4 kun 12 san. 12 san. 12 sani. 12 san bunu. Turg'un 10 yıl Sen ölüp. 13 insan. Biz Turg'unga deganda ketib kelgan. Paskinlik en katta san bo'lsin. Ya şu soğuğa tıksan. Onu maç Turg'un ishkini olib ko'rsizlar. Maç Turg'un ishkini bir uyda o'tirib ko'rsizlar. Chiqardim o'zimning qahvasini chiqarib bunda qaynoq suv o'tirib yetasan. O'zi qilib. Biraz aka masanını közüne koyamaydigan bulduk. Çeçibek uzunluğa çıksa olmaydı. Ko'zdagida qo'ysizlar? Ko'znak qo'yamiz. Biraz. Ödemizden söyleyeyim. Sen yap. O yer jiqadam ko'ramik deyman. Ko'znakda qo'yamiz. Ham ko'znak. Ko'znakamni ko'zdagimisin shunda o'smi? Bu program Ko'znak qo'yamiz. ko'znakni qo'yamiz. Sen müşsani birayla Turg'un bilan Janubiy Shinjon aylanib boqamiz. Undan sonra kechman. Ammo mahsulotsa sa'shat. Malarni to'xtatdilar. Ishkimiz mang'ili oyoqqa. Almashtirib. O rasmni ko'tarib majigitni tappirangladi. Qarazingiz bo'lsin. Sen ma'voylik majigitni tappirangladi. Sen Qashqayga borganda bu havo issiqmi deb. Madem sen şıkınla birleşsenler bulmuşlar, bunu çetip koyayla buldu. Hayatı geçti, manıyorsun Turg'un. Meni kuyup ranglaşım ama şirkettikiler. Bular nemki bana şahtamla meni kuyup oydaydı eken oğlu. Sahize yakın kepçe. Sen ayıp. Beş koydun şükür tosu. Deydi bana 92 deydi, bizden kışçımay 92 deydi. Mesela baştan ahir o'tirib turma dedim. Bu kilerge 120 san qilayli dedim o. Bo'ldi ke yaxshi ke. 120 san qilib ishlayli dedi. Unda o'sma kafe haqim tushib kirdigan bo'ldi, kech kunduz ko'rapman ha. Ashta hamma yagayliqinda qayaqda ish kishnalig'iliq cho'ndiyan bo'lib qo'ygandek shu mashtaq bitma dedi. Usamo kafe ishmish kafeni seni kafeni. Mana bir yaxshilik. Lekin aka ma har bir ishniki bir yaxshi yeri bir xatir bo'ldi emasmi? Hamda ma ish qo'y yaxshi ma program orqali bir danlab, hamda maqtab, sağım ish kuzatdik-ku buni aka. Keyin manada masala huzur qahvasi. Xima uma. Chiqib huzur. Ya bizim amal yo'q shu. O'tmadi. Ya biz ishga adam qaraymiz shu. Biz ashlardan qiqaqallarni ishchimiz. Mandatda bo'ldi-ku madam. Nurali xil oldu ishga budlikin chaqab ichib. Ekrem Seyitoğlu bir yüzle içmek gitti o. Ayalımda bir şey açık su kıyıp içimizde. Eli aka mesela ma programda düşkendikim ma Turg'uncha akam resim tushib oldi, herkes onu ma aka. Mesela kim ma maqsaddan mesel chiqib qilib 40% deb 5 ay. Eşkalanımı da bir uçurdu. Naqşam çok ağlamaydı. Eşkim ağlamaydı. Şunundaki eşkimle aşında kıyğam ben de. Ras. Şunundaki kalkmışın mı kalksın? 70% kazak kağını uygur ki. Turg'unga dikkat qilchima. Naratasizlik ishlayotdi ya. Bunun qo'lda 100 dak harvashni bor. Yüzde kârısını takka çıkasın değil mi? Çıkarsın şu tur koysan işte.
Paskin deyip tıkıydı, zəhərizdə öydü. Əjdə qılma, atışlıq bək çıxıncımı da, ərlərini kəşdə toluq əkke. Bunu sən uçup atqa ərinin qoğundan da küzbəyə cümüsü var. Buna ərlər kündeki bir sırkay bəmsə, kirgizmeydi ki, sandıqmaydı ki. Kendik tüyüt yaş, əri sanaydı qallı. Oxsaydı. Ama kendik işçərlə o. Ma oturduk, on ər o. Ərinin könüki açıqdı. Bu da narat əsili. Özü qulcuq bir baxmı deyil, narat əsili oldu. Ya onun lekin bu turğunkan ma bir muncha ishlab ketdi hozir turlarda. Unda yağanga qilmay rastga qilib sotadi. 10% asal bor. 90% su. Naya tam 90% tutluk. Yok olsun. Yok. Ma kafe azraq qoyulsa əsəl deb şeydi. Xo'sh aka. Shunda pej kulib oldik ham deysizlar. yaxshi. Chaqchaqdan mayt shunda bo'ldi aka. Bu yerda hargizliqi odam tushirish emas. Faqat azroq bo'lsa mana shu ekran oldidagilarga tomoshabinlarga bir kulgi beg'ishlab, kayfiyatlarni texim yuqori ko'tarsak, odam bir qitim kulsa 1 yillik umri uzraydi deydigan bir cho'nglarning bir gapi bor-ku ham deysiz. Balkim unda bo'lib ketmasmi? Ruhiy kayfiyati yaxshi bo'lsa, odamning psixikasi sog'lom bo'lsa, qilayotgan ishlarida texim yaxshi bir natijalar bo'lishi mumkin-da. Şunun rahmet aka amdi abay anaqshini aldık bek chiroyli bir xuddilikqa yaxshi go'zal bir tilakka o'xshaydi-da abay qanaqshi. Hozir bir kayfiyat ko'tardiganga rasmiy sho'qroq bir narsa anglab boqamdik deb o'ylab qoldim. Hey. Ha? Videoning bir tanış bo'lgan naqshini birisi bor. Lolangunyang deb. Lolangun. Ashuni men aytib beray. Buningga usul kelamdi tang. O'zinglar tushirib boqamsizlar, bir sinab boqamsizlar. Anglab. Ko'rib qilish mumkinmi juma? Qilish mumkin. Zola tushirib qolib masalan. Mayli aka, nima esan usul o'ynab boqilyapsan? Taqlaylar. Undan so'ng Lolangunyangni bir aytayman.
让那洪流做你的衣裳，让那四处做你的嫁妆，嫁给我罗兰姑娘。Endi aka, mesela nurg'un ko'rmalarimiz balki mush programmani ko'rgandan keyin qozoq qarindoshlarimizni ko'rishi mumkin. Uyg'urlar ko'rdi, mesela rayonimizga har millat xalqimi yaxshi ko'radigan bir program bo'lib qolishi mumkin-da. Ani mishada qora jurg'idan birini o'ynab olsakmiki deyman aka. Bo'ldi. Bir boshlab ber aka. Boshlab beray. Ha. Men qo'yamda qora jurg'ini bakma o'ynayman, bir shunday bo'lsin. Ha. Abay alim kam. Alim Chayan. Ha, Alim Chayan. Ha. Oh. Haydi. Qara jurga bo'lmasa, biyding seni kelleme. Qo'sida ko'ylak kiymasa, biyding seni kelleme. Bulg'ar etdi postaban, qonching g'ayri pastagan. Qara jurga biyemem, to'yding seni bastagan. Hey, qara jurga o'ynanglar, to'yda seni qo'ymanglar. Qo'sh yurekning şattığın, dal osulay toylanlar. Qara jurga qaydasın, armanların kalmasın. Balık diye osulay, batarga жалғасын. Ha, oynarlarsa. Ben tazan Kıran jigit tüyülüp, kız karasın kıyılıp. Şapkenin erkaşan, basma sayın şeyilip. Ağalar jur şaptanıp, şengeli jur maqtanıp. Her kazan Adile bu da belki Adile. Adila. Faruk Tayşur. Qara jurga Ketdi. o'ynanglar, Faruk. Mahaskan ular. Mana. Qara jurga qaydasın, armanların kalmasın. Balık diye osulay, urpaqlarga жалғасын. Başlat oyunu atma koyayım ben. Voy, yaxshi men ekan o'zi. Voy. Rahmat. Teyze. Nurg'ulga biz qiziq qilamiz, nurg'ulga qara jurga tushmaydigan balamiz. Alim shunday, usulga, madaniyatga shunday ekan. Biraz. Shunday yaxshi. Çünkü hem de burunda şarait baki emasmi? Şu Qozoq balalarning tang tarbiyalanib, tang o'ginib, bir yerlarda to'y to'kinlab, qaz tang qizishib qilgan tajriba bo'lganlikdan hamda menmo bundan burungi vaqtlarda klub ishlaganda shu Almali, Kingorjfu isatda ba vaqtida shu vaqtlarda batdiq. U vaqtlarda vahshiy kirishga vaqtlarki orliqda tashlanib ketiblam, böyle estim chiqib qopdi. Pichoqni beylab to'sa ishlagandek, ba'zi vaqtda unutilib men ketib qolgan ishga. Turish kerak, ancha-muncha ko'rish turish kerak. Abay alimi degan bizning yana bir boksyorchi va qanot deb. Bular asli bilgan nima bo'lsa, ha? Bizning bir yaxshi inimiz, shunaqa bu masalaga men xuddi Uyg'urcha bilan jiqroq aralashib, bunda paralashgandek bu inimiz alimi shu qozoq bilan aralashib, madaniyat almishi. Ha, shu. Shunda bir hozirgi Shinjongda shunda bir chiroyli gap bor-ku. Shang Shilurziyan jing-jingda bozaychi debchi. Bizniki o'zimiz kichik vaqtda ashta o'sgan. Ashuna o'xshash. Bugun oldinimizni bugun ko'rib shunda xush bo'ldim. O'zim bizning Shinjongga faqirlagan inimiz. To'g'ri. Madaniyat sohasida hammalar o'xshash, hammalar madaniyat sohasida bo'lganda hamda biz cho'ng nisbatan inilarimizning bundan aqlli ustozlarimiz yaxshi bilaman. To'g'ri. Biz yaxshi inimiz. Shunda inilarimiz chiqadi. Men xush bo'ldim, faqirladim. Mayli u kimning balasi bo'ldi, qam millat bo'ldi, uni chatqim yo'q. To'g'ri. Biz o'zim hozir Shinjongda biz qiziq bilan ishlashdim dedi. Men o'zim bizde uruvchi ma'volar bo'lo deydi, bo'linmayman. Yerga bo'linmayman, millatga bo'linmayman. Hammasi bilan aralashib. Hammalar o'xshash bir tungo'liq. Menga hammasi o'xshash bir tungo'liq. Bir davlatga bo'lg'ashqa. Aslida shunda bir inlarimiz chiqsa, qo'shib tursa-chi, o chirkib. Unda bir inlarimiz chiqib deb. Aslida faqirladimiz. Ashunaqa bo'lgan almuskamga. O'zim hozir shunda bir nurg'ulg'an yosh bolalarni tarbiyalab ketgandik. Bu ustoz degan mana bir gap bor. Ustoz barning ustamni yaxshi deydi. Ustam nima deb desam? Ustoz bo'lgan odam balalarini qanday tarbiyalaydi biladi. Umridagi turmushini bir amiz ko'rib boqqanda tatliliqni, ochiqlikni ko'rgan, aslida balalarni tarbiyalash shunda bir esil chiqdi. Sizlarga ham sizlarning ustozlaring bor o'zlaring. Hamda bunday senimi shogirdlaring sanga shu chaqchaqdan anglab, ashuna qiziqib o'rganadigan. Aslida olimlarimizga mush o'rtada shunda bir yaxshi bir ustoz bo'lsa, ustoz bo'ldigan ko'zam yetadi.
Nurgul Bizden abay mi şarkılı gözümüz koydum, yetidi? şunu keramet, Ha, şunu bizden mi yaxshi. gözümüz yetidi? Yani Ay, sen- Kara Jurg'unu Yetmemlikке de diyen. Ya Kara Jurg'unu oynatma ama Kaskın Kamni ko'nglini tutib oldi da. He. Bu milliy Sulantas yaxshi o'ynayolmay Kara Jurg'uni yaxshi. Ya, abay, Sen Uyg'urchani yaxshi o'ynaysan aka. Hozir. Bo'ldi bu, yomon emas. İşte şu an Uyg'urcha 70% seni hozir. Selgisini ben dağlık tez Programı çakmasan özünün tamıqını ip geldik ya. Sizde Qo'y, hozir geldi bu. Qiyzinimi anchamish tijorat ishlarim qo'shib Ha. qo'yibdi emasmi? Qiyzim bor aka. Ha. Ot go'shi. Mana chiqamadinglar bugun at ko'shig'i. Voy, obay chiqarib yeb bo'ldi o'zi. Yevetdinglar, titibetdinglar. Asli masan akilgan ishkan tuqa. Ha. Shuni qiysataman deb Qora Jurg'ini shikoyat mash qildi. Obay nimda edi xizmat jodatgan bu otlarni urib o'tirib keldi. Ne yedimi? Jigagli qo'ydi. Jigadi. Endi bugungisan shunda payz bo'ldi aka. Mencha bu qasqinkanmi herkeslikqa xo'y bo'lib pushaymon qilib ajab bir xil bo'lib qoldi ma gaplarni demisam bo'pti-ku deydigan unda gaplar bo'lmadi. Shunda pak, shunda joyida chaqchaq bitdi. Chaqchaq o herkes maqsad emas. Chaqchaq degan faqat kulki berish uchun ba'zan gaplarni qiziqarliqlashtirib deyildigan bir quruq gap hamda hisobda. Shu vaqtdan o'zida kulib olsaqla uzrli emas. Uning tigi anda davotida, manda davotida deb ko'p o'ylashning hojati yo'q-ku aka. Shunda-ku Faqat bu chaqchaq. Ashunaqqa chaqchaq dedimiz. Ha, shu. Chaqchaqning shu hammasilik ko'ngildagi xalqni kuldirish uchun deydigan ish. O'zim yaxshi ko'rmas. Jinga qilsam-chu. Ashu abay dedim-ku. Boshqa yerda doktorxona tursam, doktorxona ishmasam bo'g'dek-chu. Ashu kuldirib qilib davolaydigan-chu. Ambulatoriyada. Sen zukanlab qolganda seni izlaydigan bo'lmizda bir kulib saqib olmasak. Bir yigitlikda. Bir yigitlik. Karamat yaxshi bo'ldi. Men shunday xush bo'ldim. Rahmat aka. Rahmat. Buningdan keyin kishilar texim o'ngishliq bo'lsin aka. Rahmat sizlarga. Abayqa tilakni tiladim-ku. Uzog'idan bo'lsin. Siz saqinam. Rahmat aka. Rahmat. Endi aka ma u huzurninkimi, kafesimi mencha son yerda deb qarayman aka. Boshqa shu qarindosh millatlardan, boshqa do'stlardan, do'st birodarlar va kasbdoshlar va shularmi agar yaragan bo'lsa tavsiya qilib qo'yishingni umid qilaman aka. Yo'q, deymiz u. Men qachon biz endi shishadigan bo'lgandek shunday yaxshi ko'ramiz o'zimiz. Arlamay asosan arlamay yaxshi ko'rdim. Abay dedim men. Men kafe yaxshi-ku. Anda-ka o'zimning o'yimnikin dedim. Shundami? To'g'ri aka. Bo'lmasa Əlaqə xoşaqmasa mənim deməkdim. Əlaqə aramzada bir adamla olduq şimdikin tapdıb deyib. Şimdi gəqim oturtdum. Dəvətimi? Yaxşı olsun deyib. Bunun da yaxşı olsa, indi desəm bugün Cavdatның muşu sahnasiga akaganda kim Cavdatning muşu zanju qilganda ekan. Cavdat shunmoq jiqirib kushqirmada hozir gap bilan bo'lsin shundami? Voy rahmat. To'g'ri rahmat. Shu aka endi onun bunu tavsiya qilib qo'y deb, uningmi dasmay ketdi-ku. Azroq ba'misak bo'lmaydi. Ba'misak olmaydi. Ravus berayli. Bir yashik boshqalarga yerim eshikdan berayotgan. 70% beringlar sizlar. Ağalarыңды 70% beringlar. Boshqa kelgan jabinglarga 3 taldan berayotgan. Bugun 6 tal beraylik. Ya onda 7dan bera olaman. Daşaq aka muşundan o'zir maqsadlardan biri yurish qiplamash etgan joylar bor, kafelar bor, bir azroq yetkazpasak, bir yaxshi ko'rishni umid qilamiz aka. Jinga qotamiz, chaqchaq qotamiz. Yana jinga aka. Sizlar jinga chiqmaydiganda sezildi menga. Maq rahmat eylesin birden qalam kitapsizlar. Adam chaqchaq qolsa chun ko'ribdi. Nurali chimeldigim desep bir. Deydigandan hamman topib ketilgan vaqt chaqchaq diyor aka. Aşta qalam ketib men siravatım. Ya, maqağını naq yerim maqsad muqim cho'qim shunda bo'lamda adash. Ya aka, lekin uni vaqtida beramaymiz. 4 kundan keyin beramiz chunki malan ishchi bilib ishib qolganlar seppamaymiz. Yapma. Mala özlerime talışıp içiyatmam da yani. Birini 6 içiyatdı da. Yatırıp birini yıkırıp içiyatdı. Boldu. Ben de könglemez. Maşı huzurunki etken çaylardan, onunki maşı huzur kafelerden bir yürüyüştüyle bədik ma? Könglemez. Yürüyüş desen turğun kam jıqlaydı o. Bu bir yürüyüş degen bir maşını degen gapma ya bir traktör degen gapma? Bir yürüyüş degen birden köplan bo'lsa bo'ladi aka. 2, 3, 4. Bizde manda deydi bir yürüyüş degen bir maşinaga besip podur yo'qchu o'zi bilan mangadagan 5 tonna. Unda gapni aniq qildi aka. Bir eshiklar. Men saqlamay baka bir ish desa
kufandı birini elip alıp bir yürüyüş bile geldik ya 4-5 ağaynlarım çakırıp inilerimni şu boğmagan şimdi boğmasa alım fikemçe bir balla yuğa ballan bir hakem ma bir yürüyüş akep diken sıkmadı boğmaz bölüp ballar taktı verirler dedi. Vakaletçi olamsa ya. Vakaletçinin bireyli adaş ya. Keyin sen maşına deyip satsan deyim ben. Ağacı bir söyleyip Bir yürüyüşlerin çatak yakşı Bir yürüyüş demeyle gepni can deydi cuma. Yağan çöp kalmayla biz mi? bir çayı tetirdik. Ayşe huzuruna etkenci. Türkiye aldı. Huzur kahvesini bir tane. Şu yetkidek berimiz aka. Başka kılamdık. ya men sizlarga beraymikin deb o'yladim. Mening keyinni sizlarga beraymikin deb o'yladim. Bermagancha yerim soat yedirlarsizlar. Bireyli. Mendimi çay batdı. Mendimi kafe ba. Sen yamaççılık gidiyorsun ha. Benim berim. Şu huzurunu Sizlarniki uzurka men maya qazganda biz bo'laymikanman. İşte kılayım bireyli. Yani birden ottasa kaskınkam zavut ötküzü olmuşsun. Aşağı kılaylı. Ondan sonra rahmet aka. Rahmet.